Assalomu alaykum, hurmatli kanalimiz kuzatuvchilari va aziz 9-sinf bitiruvchilari. Bugun sizlar bilan algebra kursiga doir qisqa javobli sodda misollar yechimini ko'rib o'tamiz. Video sizga foydali bo'lsa, kanalimizga obuna bo'lib, like bosib qo'yishni unutmang. Demak, biz misollar yechimini boshlaymiz. Dastlab bizda birinchi misol ildiz ostida 16 ayrilgan 275. Biz bilamiz 16 dan ildizda 4 chiqadi, ayirishimiz kerak 2,75 ni. Natijamiz demak 1,25. Ikkinchi misol bizda demak 2,03 ko'paygan ildiz ostida 400 dan bizda 20 degan son chiqadi. 2 ni ko'paytiradigan bo'lsak bizda 40,6. Uchinchi misol 2,3 ayrilgan ildiz ostida 0,36 dan bizda 0,6 chiqsa ayiradigan bo'lsak bizda 1,7. Ya'ni misollarimiz qisqa javobli bo'lgani uchun tezroq ishlashga harakat qilamiz. Ya'ni 49 dan 7 chiqadi. Ayiramiz 0,5 ning kvadrati 0,25, natija 6,75. Beshinchi misol 36 dan ildiz ostidan 6 ayiramiz demak 4,45 ni, natija 1,55. Oltinchi misolimiz 3,5 ko'paygan ildiz ostida 900 dan bizdan 30 degan son chiqadi. 2 ni ko'paytirsak 91,5 son hosil bo'ladi. Yettinchi misol 3,2 ayrilgan 0,36 dan 0,6 chiqadi. Demak, natijada ayiradigan bo'lsak 2,6 soni hosil bo'lib qolar ekan. 8-chi misol 64 dan 8 chiqadi. Ayiramiz demak 0,1 ning kvadrati 0,100 ayirsak 7,99. 9-chi misol 25 ildiz ostida 5 chiqadi. Ayiramiz 3,15 ni, natija 1,85. 10-chi misolimizga ham yetib keldik. Ya'ni 5,02 ko'paygan demak 1600 dan bizda ildiz ostida demak 40 soni chiqarkan bizdan. Natijada ko'paytiradigan bo'lsak demak 200,8 son hosil bo'ladi. 11-chi misol 4,3 ayrilgan ildiz ostida 64 dan 0 bizda 8 chiqadigan bo'lsa natijamiz 3,5 ga teng. 12-chi misolimiz 49 dan 7 chiqadi. 0,36 ga teng 6 ning kvadrati ayirsak 6,64 soni hosil bo'lar ekan. 13-chi misol 36 dan 6 demak ildiz ostida 2,15 ni ayiradigan bo'lsak natija 3,85. 14-chi misol 2,03 ko'paygan demak 50 soni chiqar ekan ildiz ostida 2500 dan ko'paytiradigan bo'lsak demak 101,5 soni hosil bo'ladi. 15-chi misol 7,3 dan ayiramiz demak ildiz ostida 0,7 ning kvadrati 49. Demak natijada ildiz bilan kvadrat ketadigan bo'lsa bizda 6,6 soni hosil bo'lar ekan. 16-chi misol 81 dan 9 chiqadi ildiz ostidan ayiramiz 0,64 ya'ni 0,8 ning kvadratini. Natija esa 8,36 ga teng. 17-chi misol 16 dan 4 chiqadi. Ayiramiz 6,75 ni. Natija minus 2,75 ga teng. 18-chi misol 4,05 ko'paygan demak 400 dan 20
chiqadigan bo'lsangizda bir-biriga ko'paytirsak 81 soni hosil bo'lar ekan. 19-misol. 9,1 ayrilgan 0,09 dan 0,3 chiqadi ildiz ostida, ayirsak 8,8. Demak, birinchi topshirig'imizning oxirgi misoli 121 sonidan ildiz ostida 11 chiqadi. 11 dan ayiramiz 0,3 ning kvadrati 0,9 ayirsak, demak 10,91 soni hosil bo'ladi. Video sizga foydali bo'lsa, kanalimizga like bosib, obuna bo'lib qo'yishni unutmang.